Assalomu alaykum aka-ukalar. Men Toshkentda elektrika, santexnika bo'yicha ishlab kelmoqdaman. Bugundan boshlab ishlarimni vlogi, ish narxi qanaqa qilinadi, shular to'g'risida vlog olishga qaror qildim. Hozir sherigim chiqsa, xudo xolisa, Sergelidagi obyektimizda 5 ta lustra bor. Borib o'rnatamiz. Kuzatib tursanglar, qanaqa o'rnataman, necha pul haq oldim va qancha vaqt ketdi. Shular to'g'risida video bo'ladi bugun. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolisa. Shunga o'xshagan vloglar, keyin Toshkentda qanaqa ish topsa bo'ladi, narxlari qanaqa ishlar, shular to'g'risidagi kanal bo'ladi xudo xolisa. Hozir sherigim chiqsa ketamiz. Shuna yo'lda yana gaplashib ketamiz. Kechagi narsalar Kechqurlaning meni. Yaxshimisan? Yaxshi. Bismillah, ketdingmi sen? Ketdik. Joyimizga ham kelib oldik. Mana ertalabdan bolalar 7 dan futbol o'ynashyapti. Mana shu binoda opamning binoda ishlaymiz bugun. Yo'qlardan ozgina vaqt kerak. Salimizdagi shu lustrani qo'yamiz. Ustonovga qo'yib o'rnatib tashlaymiz.
tugadi. Boyaga 5 ta lustra qo'ydik. Soat necha? 11:30 da bo'ldikmi? 8 da boshlab 11:30 da bo'ldik. 150 mingdan qo'ydim har bitta lustrani. Keyin hozir soat 7 bo'lib qoldi. 7 bo'ldi. 7 bo'lgan bo'lsa yana boshqa ish ham chiqib qoldi. Aboy yopishtirish. Shuni boshlab, ertaga yana davom ettirib, keyingi videoda aboy yopishtirganimiz, kvadrat metrini necha puldan urganimiz, hammasi to'g'risida video olib qo'yaman. Bugungi kun yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Pulimizni mana shitira oldik. Easy money deydi. Barakasini bersin Xudoyim. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib beramiz. Mayli, yaxshi qolinglar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bu kechagi videoning davomi. Kelib mana lustralarni yopishtirib ketgandan keyin aboyni gaplashdik. Kelishib qoldik. O'rtog'im aboy yopishtiradi. Shpagilovka hammasini qiladi. Aboy boshlab yubordik endi. Xudo xolasa 237 kvadratmi shunaqa. Xudo xolasa bitgandan keyin buni ham ko'rsataman. Bu ishlar ham tugadi. Ustaga qanchadan qilyapsan aboylarni? Kvadratiga. Kvadratimi? Ya kameraga gapirsangiz-chi. 25-30 uryapman. Tayyor joyiga. Tayyor joyga. Shpagilovka qolgan narsalarni qilsa kelishiladi. Joyiga qarab kelishamiz. Mayli, nima anaqa kraskachi? Atashento nima edi? Atashento kvadrati 80 ming $10 bo'lyapti. U ham joyiga qarab. Joyiga qarab. Necha kvadrat bo'ldi? 57 kvadrat. 57 kvadrat. Bir kun ketdi-da 57 ga. Ana tez va sifatli cho'tka qilib bitirib beradi xudo xolasa. Har bitta qilgan ishdan keyin pollarni artib, tozalab, akkuratni ishi bo'ldi. Xohlasa buni ham 5 kun mo'ljal qildik, 5 ta xona. Xudo 4 kunda bo'lib chiqib ketamiz deyapti. Bu stresilarda musulmonlar bo'ldim. O'sha xonada yana kelishib qolib, aboyni ham qo'raymiz. Mana bu birinchi xonamiz. Aboy yopishtirganimiz. Mana xudo sifatli bo'ldi. Choklari ham, stiklari ham hamma yoq akkuratni qilib yopishtirib berdik.
50 kvadratdan oshiq joy. Bir kunda bo'ldingda. Tez va sifatli. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana Sergelidagi obyektimizni boshlaganimiz 5-kuni, xudo xolasa. Bugun aboyimizni ham tugatamiz. Birinchi kun obedgacha lustra qo'yib berdim. Obeddan keyin aboyi boshlab 4,5 kunda 278 kvadratni bugun tugatamiz, xudo xolasa. Lustraga necha pul oldim? Aboyga necha pul oldim? Hammasini oxirida qo'yaman, keyin lustra qanaqa turibdi? Aboy yopishtirgandan keyin uy qanaqa chiroyli ochdimi, yo'qmi? Choklarini yaxshi kelganmi, yo'qmi? Sifatli ish bo'ldimi, yo'qmi? Videoga olib qo'yishga harakat qilaman, xudo xolasa kuzatib tursanglar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana aboylarimiz bitdi. Xudo xolasa ko'rsatib qo'yaylik. Mana ustakamiz. Bu yotoqxona 4 kunda bo'ldi. 5 xonani. Lustralarni o'rnatdim, esinglarda bo'lsa. Oshxonada ayol kishi bor, ko'rsatolmaymiz. Menga eng yoqqan oshxona bo'ldi. Agar videoga olaolsam keyin qo'yib yuboraman.